Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xudo xolasa mana Farg'ona viloyatining eng sifatli qishlarini sizlarga video qilishga harakat qilamiz. Oxirigacha ko'ring, xudo xolasa foydali bo'ladi. Uy qurayotgan bo'lsangiz, biz xudo xolasa mana bugungi kunda ertalabdan boshlab hozir shomga yaqinlashyapti. Aylanib polniy g'ishtlarni ko'rib chiqdik. G'isht zavodlari qayerda, narx qanaqa, sifat qanaqa deb har birini aylanib chiqdik xudo xolasa. Eng yaxshi ishimiz biz uchun mana shu deb bildik. Misol narxi ham, sifati ham hamma tomonlama zo'r. Mana yaqinroqdan ko'rsating. Burchaklarini mana xuddi shunaqa 33 brend yozuvi bo'ladi bu qishimizda. Xudo xolasa sifatlari ham a'lo darajada. Narxlari ham zo'r. Vodiy bo'ylab dastavka xizmati mavjud. Bu tomonda mana xom g'ishtlari bor. Xom g'ishtlarning ichiga ham ko'mir qo'shishar ekan. Ko'mir qo'shgan hisobiga g'isht yaxshiroq pishadi, ham chidamli bo'ladi deb aytishyapti. Xom holati ham mashq holatda ekan mana. Ichida ko'mirlari bor. Yaqinroqdan ko'rsating mana. Ichida ko'mirlari bor. Bu ko'mirlar g'ishtni yaxshiroq pishishiga, keyin xudo xolasa sho'rini ham ancha shu yo'qotyapti, qandaydir foyda bo'lyapti deyishyapti. Endi atak sho'ri bu ishimizdan xudo xolasa chiqqani yo'q. Baribir hech kim 100% garantiya bera olmaydi, lekin xudo xolasa sho'rlagani yo'q. Bemalol o'zimizni yaqinlarga ham toshyapmiz shu g'ishtdan. Ko'rishlar mumkin 33 brendi bo'ladi bu g'ishtimizda. Aynan mana shu g'ishtimizdan xudo xolasa yetkazib beramiz. Dastavkasi vodiy bo'ylab bo'ladi. Xudo xolasa kimga nechta kerak bo'lsa, sifatli shu g'ishtimizdan ekrandagi nomerga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.